Bugun yana bir talabamiz Turkiyaning Beykoz universiteti psixologiya yo'nalishi bo'yicha magistratura bosqichi talabasi bo'ldilar. Avvalambor tabriklaymiz. Rahmat. O'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Mahbuba Raimjonova Beykoz universitetining psixologiya yo'nalishi bo'yicha magistratura bosqichiga 50% grant asosida qabul qilindim. Sizda eng ko'p o'ylantirgan savollar qanaqa bo'ldi? Avvalo meni o'ylantirgan savollar qaysi universitetga topshirish, u yerdagi muhit, qanday hujjatlar tayyorlanadi va qabul jarayonlari qanday bo'ladi degan savollar qiynardi. Lumiko Group sizga bu jarayonda qanday yordam bera oldi? Lumiko Group menga universitet tanlashdan boshlab hujjat jarayonlari va qabul xatini olishgacha yordam berdi. Eng muhimi, har bir bosqichda meni oldimda turishdi. Beykoz universitetiga rasmiy qabul xatingiz chiqqanda o'zingiz qanaqa his qildingiz? Jarayon qanaqa bo'ldi o'zingizda? Juda xursand bo'ldim. Birinchi bo'lib Farruh akaga telefon qildim, chunki Beykoz universitetida psixologiya yo'nalishi bo'yicha o'qishimni davom ettirish men uchun katta imkoniyatlar eshigini ochishiga ishonaman. Turkiyada o'qish xohlagan talabalarga qanaqa tavsiya bera olasiz? Agar Turkiyada o'qimoqchi bo'lgan talabalar bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri Lumiko Groupga murojaat qilishlarini tavsiya qilaman. Men Lumiko Group bilan ishlaganimdan mamnunman. Juda ham yaxshi. Talabalik hayotingizda omad tilab qolamiz. Turkiyada ko'rishguncha. Rahmat. Siz ham Turkiyada bakalavr yoki magistratura bosqichi talabasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.